Assalomu alaykum aziz muxlis. Turkiya Ukrainaga xavfsizlik kafolatlari berishi kerak. Ukraina yetakchisi Vladimir Zelenskiy Turkiyaga rasmiy tashrifi chog'ida Ukraina tinchlikka intilayotganini, ammo mojaroga barham berish uchun mamlakat hamkorligidan ma'lum xavfsizlik kafolatlariga muhtojligini aytdi. Zelenskiyning so'zlariga ko'ra, Ukraina Turkiya va boshqa davlatlardan xavfsizlik kafolatlari berilishini kutmoqda. Biz bu xavfsizlik kafolatlarini butun Yevropa, jumladan Qo'shma Shtatlar, Yevropa Ittifoqi va Turkiya tomonidan berilishini istaymiz, degan Ukraina rahbari. U shuningdek, Turkiya Rossiya-Ukraina mojarosida muhim vositachi rol o'ynashini ta'kidlab, mahbuslarni almashda ko'rsatgan yordami uchun Turkiya va uning rahbari Rajab Toyyib Erdo'g'anga minnatdorchilik bildirdi. Qolaversa, Zelenskiy ukrainaliklarni uylariga qaytarish va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash masalalari Ukraina uchun eng muhim ekanini yana bir bor ta'kidlab o'tdi. Eslatib o'tamiz, Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'an Ukraina rahbari Vladimir Zelenskiy bilan uchrashgani haqida xabar berilgan. Zelenskiy Turkiya safarida hamkorlik qilayotgan rafiqasi Yelena Zelenskiy esa Turkiya birinchi xonimi Emine Erdo'g'an bilan uchrashdi.